Assalomu alaykum, o'zimga yarasha muxlislarim. Odat talablariga binoan uzunliklar, saracholiklar, denuni sinashlar, mard yigitlar uchun asobiy kuylab bermoqchiman. Qadim O'zbekimning uzun shahridan, sirqi yosh o'lkaning bag'rida, dam olib ketinglar ey qadrdonlar, bunyodni so'raganlarga so'zlab beringlar. Dam olib ketinglar ey qadrdonlar, meni so'raganlarga so'zlab beringlar. Qara qanday chiroyli restoranlarim, nari berida turgan o'lkan barlari, kulgizni olaru o'lkan bog'lari, ichida o'ynab yurgan sevishganlari, kulgizni olaru o'lkan bog'lari, ichida o'ynab yurgan sevishganlari. Nasha chigab kayf qilar uzun bangilari, ko'kni urishib kayf qilar qarg'i chollari. Nasha chigab kayf qilar uzun bangilari, ko'kni urishib kayf qilar qarg'i chollari. Uzun nomli mikrorayonda Bunyodbek Batarur magazinni yonidagi gazurkada ko'rdim bir qizni suv ichishini. Yonidagi gazurkada ko'rdim bir qizni suv ichishini. Tanishdim men shu qiz bilan, husni bor, so'zi bor, o'zga yarasha. Dilim ketdi mana shu qizga, yuragim qo'ndi bir shirin so'zga. Dilim ketdi mana shu qizga, yuragim qo'ndi bir shirin so'zga. Kerak emas shahlo ko'zlaring, kerak emas sumbul sochlaring, eslaganingdamu yo ko'rganingdamu hurmat bilan tilga olsang bo'lgani. Eslaganingdamu yo ko'rganingdamu hurmat bilan tilga olsang bo'lgani. Hurmat bilan tilga olsang bo'lgani. Hammaga rahmat. Hozircha ko'rishguncha.